Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Bugun biznikida qurtoba obedga. Qurtoba tayyorlash uchun birinchi patir, qurtobaning asosi patirni tayyorlab olmoqchiman. Patir uchun un, 1 choy qoshiq dro'ja, 1 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz. Ozgina o'simlik yog'i va suv. Un bilan dro'ja bilan shakarni solib, birinchi unga yaxshilab aralashtirib olaman. Unimni elab olganman. O'simlik yog'i sovoraman. Uyda nonim ham tugab qopti-da, shunga anaqa qilaman. Bitta patir qilaman-da, qolganini o'zimizga non qilib olaman. Yana bitta non chiqadi. Yaxshilab aralashtirib, ilovdan issiqroq suv qo'yaman. Tuzni eng oxirida solaman, chunki shakar bilan anavi dro'ja unning ichida o'zining ishini bajarib olishlari kerak. Reaksiyaga kirib olishlari kerak. Shuning uchun ozgina solmay turaman. Tuzini sovadim. Xamirim mana tayyor bo'ldi. Endi buni 1 soatga anaqaga olib qo'yaman, dam berishga. Buni ichida boshqa ishlarimni qilib kelaman. Qurtobamiz uchun mana bunaqa 200 gram bozordan qurt sotib oldim. Oddiy suv quyib qo'yaman, uyib turish kerak. Allohimga beadad shukrlar bo'lsin. Yetkazganiga shukr. Boriga shukr, bariga shukr. Behisob shukr, ey Allohim. Xamir yoyadigan joyim torda, shuning uchun o'xlov taxta ishlata olmayapman. O'zi ko'proq xamirlarimni shu patir, somsaga ham unchalik o'xlov taxta ishlatmayman. Patirni yoyib oldim. Endi yuziga qatiq bo'lsa qatiq yoki tuxum surtamiz. Menda qatiq bor ekan. Shuning uchun qatiq surtib qo'yib qolay. Duxovkamni gradusi oddiyroqda duxovkam, gaz duxovkam. Mana bu gradusi necha gradus qiziganini ko'rsatmaydi. Shuning uchun o'zim taxminan qizdirib, hozir 10 minutdan ortiq qizidi. Eng baland olovda taxminan qilib qizdirib qo'yib qo'yaman. Mana endi tagi usti qizarguncha duxovkaga yuboramiz. Patirim pishguncha go'shtni mana bunaqa qop-qora joyini ajratib oldim-da.
go'shtini tayyorlab olaman qovurib. Go'shtimizni iloji boricha paray qilib, yuqa qilib to'g'rab olamiz. Tavamizni yaxshilab qizdirib olib, yog' solaman. Yog' ko'p solmayman, tavani yog'lab olsak bo'ldi. Go'shtimizni solaman. Go'shtimizni shirasi chiqquncha qovuramiz-da. Mana ba'zi joylari qizarib ketishga harakat qilyapti. Ko'p emas, bir chimdim tuz solaman. Bir osh qoshiq soya. Tagini past olovga qo'yib, oddiy suv. Pishishini kutamiz. Ovqat bilan qo'shib yeydigan oddiy qaynoq ta'tirim. Bir to'g'ram non bilan bir ta'tirimiz. Voy, mazza qilib yeydigan. Hech narsasiz ham o'zini yeb qo'ysangiz bo'ladi. Ko'p bo'lib qoldi. Buni hammasini solmayman. Hammasini solsam taxir bo'lib ketadi. Kim kelib tark etar bilagingni kuch, joningga har qadam dardlar kelar duch. Ey bo'lsin zo'r bilgan bilsang bir hovuch, tuproqdan bo'lgansan, bo'lasan. Bizni vodiyda buni shakarot deb aytamiz. Shaharda oddiy salat deb aytishadi, biz shakarot deymiz. Shakarotimizni shakarot qilib nonimizni ustiga soldik. Hamma joyiga tegib tursa
mazasi chiqadi-da, uyg'unlashadi bir-biri bilan. Ichida qalampirlari, piyozlari, oh xudo. Voy. Mo'jiza, bu mo'jiza. Oxirgi jarayon. Go'shtimizni savaramiz. Bu dünya tarlaları ardam çıkmasa Boriga shukr, bariga shukr. Üniksiz masa Qalay? Bu dünya Ovqatimiz o'zimizning oddiy sharoitda tayyor bo'lgan qurtobamizga undan necha ball berasizlar? Koy gün şak günmez Kommentariyada kutib qolaman fikrlaringizni.